demak, yaxshilik hikoyasidagi yangi lug'at asosidagi so'zlarni qanchalik o'qiganingizni aniqlash maqsadida sizlar bilan karta metodini qo'llab ko'ramiz. Demak, bu so'zlar sizga tanish o'qib kelgansizlar uyda. Unday bo'lsa, men so'zlarni o'qiyman, uni ma'nosini oldindan aytib qo'yishlaringiz kerak. Tushunarli bo'ldimi? Demak, boshlaymiz. O'q. Yaxshi. Keyingi so'zimiz harbiylar shifoxonasi. Menga bitta ko'rsatib keyin qo'ya qoling. Harbiylar shifoxonasi. Hop, keyingisi. To'xtang, chipta davom etamiz. Atrofida mehr bilan harmoniya bo'lish so'zini topishimiz kerak. Yaxshi. Mayda cho'q aralash issiq kun. Nima deb ataladi? To'g'ri. G'amgin so'zining ma'nosi. Keyingi so'zimiz eshakning bolasi. Rahmat. Demak, hurmatli o'quvchilar, yaxshilik hikoyasiga yo'qyapti. Navbatdagi ko'radigan metodimiz bu rasmlar tilga kirganda deb nomlanadi. Bu yerda o'sha yaxshilik hikoyasida berilgan siz uchun noma'lum, notanish bo'lgan so'zlar bor. Endi to'g'ri ba'zi birovlar eshitganda o'zgartiramiz, lekin ba'zi birovlar uchun notanish sababi nutqimizdan chiqib ketgan bo'lishi mumkin. Lug'atlar juda yaxshilab o'qib kelgan bo'lsangiz, hozir siz mana bu so'zlarni menga aytib berishingiz kerak. Faqat kitobga qaramay, kompyuterga javob beramiz. Birinchi rasmda nimani ko'ryapmiz? Kelin salom. Kelin salom. Qanaqa marosim kelin salom deb ataladi? To'ydan keyin tanishtiruv belgisida qo'llanadi. Kuyov tomonidan yaqinlarga beriladigan egilib salom solish o'zbek urf-odatida. Rahmat, o'tiring. Ikkinchi rasmimizda nimani ko'rdik? Kim javob beradi? va ayollar o'ralgan, shu paytda o'ralgan kichik nom. Nomi nima deb atalgan bu? Durra. Juda ham yaxshi. Mana bu uchinchi rasmimizda nima aks etgan? Kim javob beradi qani? Begoy. Uchinchi rasmda front, bu urush bo'ladigan joy. Urush bo'layotgan hudud demak. Yaxshilik hikoyasidagi mansubning tog'asi aynan mana shu joyga urushga ketgan bo'ladi. Navbatdagi rasmimiz bu nima ekan? Kim aytadi? Begoy. Rasmda ko'rdik, bu eshakning bolasi. Yaxshi rahmat. Va so'nggi rasmimiz bu nomi Qoraxat. Urushda shahid bo'lgan insonlarni uylariga olib kelinadigan. Demak, vafot etganlik haqidagi so'nggi xabari. Vostarda bu obraz qancha ishlatilgan? Rasuljonning tog'asidan kim keladi? Rasuljon bu so'zlardan xat kutadi, lekin undan tog'asidan, tog'asining boshlig'idan ko'ra generaldan qanaqa xat keladi? Generaldan demak Qoraxat keladi. Rahmat. Demak, hurmatli o'quvchilar, karta metodi hammaga ma'lum. Men yaxshilik hikoyasidagi noma'lum sizlar uchun yo'nalishtirib berilgan so'zlarni o'qiyman. Aynan o'sha ma'nosini menga qo'yib berishlaringiz kerak. Hamma tayyormi? Boshladik. Ayollar durra boshiga o'raydigan kichik ro'mol. Yaxshi. Keyingisi qo'lda yoki mashinada tayyorlanadigan katta jun sholcha. Sizgina nima deyiladi? Xo'p. Erta pishar, ertagi. Katta bo'g'irsoq, kulchanon. Keyingi so'zimiz to'ydan keyin kelin kuyovning yaqinlariga salom berish marosimini nima deb ataladi? G'amgin so'zining ma'nosi. Rahmat. Endi sizlarga tekshiramiz.